21 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning kiril tilidan latin tili omumyuzlik o'tishini tezlatish, hukumat amaldorlaridan 2021-yil 4-oydan burun O'zbekiston bilim guvohnomasi elishni talab qilib, hukumatni 3 oy ichida xizmat guruhi qurib, prezident hukumatiga latin ilifbasini asos qilgan o'zbek ilifbasiga to'liq o'tish uchun tafsiliy plan topshirishga, 2030-yilga borganda 80% yaslining o'zbekcha so'zlashilganligini, o'zbek ona tilida o'qitishni oshirishni maqsad qilganligini o'tirib qo'ygan. O'zbekiston 1920-yillarning oxirigacha arab yoziqini qo'llangan bo'lib, keyin latin yoziqiga turk tillarini texmo bak latinlashtirishning bir qismi sifatida almashtirgan. Sobiq Sovet ittifoqi 1940-yili kiril tilini kirgizgan. 90-yillarning beshida yangi mustaqil bo'lgan O'zbekiston latin yoziqiga o'tishga boshlagan, ammo kiril tili yanada keng qo'llanib kelgan. O'zbekiston va Qozog'istonda latin yoziqiga o'tish harakati O'rta Osiyo davlatlarini rus tilining ta'siridan yiroqlashtirib, kuchlik milliy kimligini taraqqiy qildirish uchun Toshkent shtatlik universitetiga bir xizmat guruhi 2019-yili latin ilifbasiga asosan yangilangan o'zbek ilifbasining oxirgi loyihasini o'tirib qo'ygan. Qozog'istonda bo'lsa sobiq prezident Nursulton Nazarboyev 2017-yili latin yoziqi qo'llanishga buyurgan. Erkin Yevropa radiosining xabaridan sobiq Sovet ittifoqi davridagi turk tillarining kiril tiliga o'tishi O'rta Osiyo davlatlari bilan Ozarbayjonni Turkiyadan yiroqlashtirish uchun yo'l qo'yilgan bo'lib, Turkiya g'arblashish harakatining bir qismi sifatida 1920-yillarda Paris arab yoziqini latin yoziqiga o'zgartgan. Turk tillari orasidagi arab yoziqidan yiroqlashish Turkiya va musulmon O'rta Osiyo davlatlarini islom dunyosidan yiroqlashtirish uchun loyihalangan. Turk tilidagi arab yoziqidan voz kechishning maqsadi Turkiya va O'rta Osiyodagi musulmon davlatlarini islom dunyosidan yiroqlashtirishdan iborat.